Hozir biz 6 oylik bolalar uchun mashqni ko'rsatamiz. Bu aynan bola tort oyoqqa turishni va emaklashni o'rganadigan yosh. Buni to'g'ri qanday qilish kerak? Avval bolada qo'llarga tayanchni rivojlantiramiz. Va bola qo'llariga baland ko'tarila boshlaganda, mana shunday mashqni qo'llarga tayanch bilan uni biroz tebratib bajarish mumkin. Bu mashq arava deb ataladi. Biz uni tosdan ushlab turamiz. Bu yoshda bola allaqachon belini tik ushlab tura oladi. Agar unga qiyin bo'lsa, qo'limizni qilqiragi ostiga olib qo'yamiz. Bu mashqda eng asosiysi bolaning dumbasi boshi pastroqda bo'lishi kerak. Shunda u belini oson egib, qo'llariga tayana oladi. Qo'llarga yaxshi tayanch hosil qilganingizdan so'ng, bolani qo'llari bilan harakatlanishga o'rgatish mumkin. Birinchidan, buni o'zingiz qiling, so'ngra dumbasi ko'tarilmasligiga ishonch hosil qilib, uni shunday oldinga suring va uni sizdan uzoqlashtiring. Keling, o'yinchoq olaylik. Gosha, kel. Oh, bizda qanday o'yinchoq bor? Qani tepaga. Juda qoyil. Yaxshi, Gosha, yaxshi. Yana bir bor boraylik. Ular bermadilar. Yugur. Qo'llarimizni qo'llab-quvvatlaganimizdan so'ng, oyoqlarimizni qo'llab-quvvatlay boshlaymiz. Ko'krak ostiga qo'llab-quvvatlab, oyog'ingizni egib, o'zingiz ostiga qo'ying. Bu yerda Gosha osongina 4 oyoqqa turadi. Agar bu yordam ishlayotgan bo'lsa, biz bolaga shunday qibranish mumkinligini ko'rsatamiz. Emaklash qobiliyatini rivojlantirish uchun biz bolani tizzaga qo'yamiz va uni bir oz oldinga egamiz. Va biz shunday haydayapmiz. Voy! Xo'sh, bizning Gosha tizzasida qanday yuradi? Gosha qanday qilib tizzasida yuradi? Voy! Bola turishga harakat qiladi, lekin biz uni oyoqqa turishiga yo'l qo'ymaymiz. Uni oldinga egib, tayanchga bir oz bosamiz. Va keyin u muvaffaqiyatga erishadi. Gosha, qanday zo'r yigit. Bu shunday. Bu chaqaloqning 4 oyoq ustida emaklashni rivojlantiradi. Yangi mashqlar bola uchun oson emas, har doim ham oddiy emas. Va vaqti bilan siz bolani chalg'itishingiz, tinchlantirishingiz va buni tanaffus bilan qilishingiz kerak. Keyingi mashq tananing asosiy, lateral, old va orqa mushaklarini kuchaytirishdan iborat. Biz shunday qilamiz. Biz bolani oldinga egib, orqasini tortmaguncha ushlab turamiz. Vazifa uni pastga tushirish emas, uni to'g'rilashi uchun katlamaslik, balki oldinga egilganimizda orqasini taranglashtirishni o'rgatishdir. Ushbu mashq to'g'ri orqa mushaklarni mashq qiladi. Xo'sh, Gosha buni qilmoqda. Shoshilishning hojati yo'q. Bola egilganda tarangligini his qilish muhimdir. Bu shunday ko'rinadi. Asta-sekin bola bu mashqni yaxshiroq bajaradi. Va uning belini ushlab turgan qo'l, uning tos suyagiga, uning sonlariga pastga tushirilishi mumkin va oxir-oqibat tizzalarigacha tushirilishi mumkin, chunki uning orqa qismi kuchliroq bo'ladi. Keyingi mashq frontal tekislikdagi 8-raqam. Biz harakat qilamizki, 8lik shakli hosil bo'lsin. Bu mashq qiyshiq qorin mushaklari va tananing yon mushaklari uchun. Bular bolaga o'tirish va tik holatda pozani ushlab turish uchun kerak. Mana shu mashqlarni bola mustaqil va barqaror yurishni boshlamaguncha bajaramiz. To'g'ri pozalar bolaga to'g'ri yiqilish va yiqilganda o'zini to'g'ri yig'ishtirishga yordam beradi, agar albatta shunday holat yuz bersa. Bu yerda keyingi mashq yon burmalar. Biz uni egib qo'yamiz. U yiqilib tushmasligi uchun ustki tomonini tortadi. Endi biz egilib, bolaning yon tomonini zo'riqishini his qilganimizda, biz 1 soniya ushlab turamiz.
Biz buni bir yo'nalishda bir necha marta qilamiz, keyin qo'llarni almashtiramiz va boshqa yo'nalishda qilamiz. Ohangda qandaydir asimetriya borligini his qilishingiz mumkin. Keyin bola mashqni bajarishda kamroq muvaffaqiyatga erishgan yo'nalishda uni 2 barobar tez-tez bajarishingiz kerak. Endi tik turgan mashq. Biz bolani tizzasiga qo'yamiz. Chit-chit-chit. Va biz unga oyog'ini oldinga siljitishga yordam beramiz. Bu shunday. Yana bir bor Xudoyim ko'rsataylik. Keling, buni shunday qilaylik. Bo'ldi, tamom. Bir oyoqdan. Chit-chit-chit va boshqa oyog'ida. Juda qoyil. Go'sha, yaxshi, yaxshi. Va tizzangizdan turish. Biz oyoqni oldinga siljitamiz, tana vaznini unga o'tkazamiz va bola ko'tariladi. Boshqa oyoq bilan ham. Biz uni bir oz oldinga egib, oyog'ini oldinga siljitishga yordam beramiz, unga suyanib turamiz. Juda qoyil. Juda qoyil. Va endi go'sha biz uchun tiz chokib turadi. Xuddi shunday 4 oyoqda. Shunga o'xshash. Ha, shunday. Va biz unga 4 oyoqdan turib tizzasida turishini ko'rsatamiz. Sho. Va keyin shunday tur, oyoqqa tur. Va shunday. Go'sha albatta turishni yaxshi ko'radi.